Bunyodkor esa 5-chi kunlab beradigan to'qnashuvni mehmon qiladi. Turnir jadvalida Botti bizga namoyish etadi. Bunyodkor taqdim etib berishadi muxlislarda. Bunyodkor hisobida esa 13 ochko mavjud. Hamda Javohir Sindarov jahon toji uchun da'voga rasman Tiger 20 Anvarjon G'ofurov ikkinchi raqam ostida esa Izzatillo Po'latov harakat qilmoqda. Darvoqe jamoa sardori Anvarjon G'ofurov hozir hujum qilish navbati Neftchida yaxshi imkoniyat. Abrorбек Ismoilov zarba yo'lladi, ammo to'rtinchi hozir navbatdagi hujum Yovich o'tib ketyapti. Uzatma amalga oshirildi. Marushich xavfli vaziyat. O'yinga uzatma amalga oshirilganda to'p maydon tashqarisi. Chap qanot orqali hujum rivojlantirilyapti Neftchida. Sayfiyev ichkariga pas, xavfli zarba yo'llandi. Himoyachilar to'pni qaytarishdi. Keyingi zarba esa noaniq e'tiroz bo'lmasa kerak. Hakamga zo'r o'ynadi. Bunyodkor vakili Samandarjon Mavlonqulovdan zarba. Darvozabon to'pni egallab olyapti. Ofsayd yo'qmidi? Yo'q. O'ngda o'ynayapti. Sayfiyev ichkariga pas, darvozabon Federico Botti. Mana shunday o'zgarish. Mavlonqulov markaziy hujum. Abrorbek Ismoilov markazlashdi. Yaxshi o'ylanma. Ismoilovdan zarba, xavfli. Davom etadi hujum. Zoran Marushich himoyachilar Islombek Ismoilov Yovichga ko'rsatmalar beryapti. Yo'ldosh Iskandarov Neftchiga to'p qaytarib berildi. Azbek To'lqinbekov bor, Alisher o'zi jarima maydonchasi ichiga kirdi. Odilov xavfli vaziyatda ikki futbolchini o'tib ketyapti. Zarba! Xavfli yakunlab qo'yishi mumkin edi mana shu hujumni. Uni qo'llab-quvvatlayapti Islombek Ismoilov. Balkim boshqa futbolchini o'rniga ham tushirish mumkindir. G'iyosov va Odilovni birgalikda Jamshid Iskandarov, Xurshid G'iyosov, Neftchining hujumi davom etadi. Farruh Sayfiyev ichkarida variantlar bor. Uzatma amalga oshirib, farg'onaliklar ko'proq to'p nazoratini amalga oshiryapti. Jamshid Iskandarov o'z zarba yo'lab qolishi mumkin. Iskandarovdan zarba noaniq. Shu mumkin. Yana Chernogoriyalik futbolchiga to'p yetkazildi. Yovich o'tib ketyapti. Jarima maydonchasi ichiga kirdi. Yovich ichkariga pas, himoyachi yaxshi tus olayotgandi, ammo mana bu bo'limda qarshi hujumga ham imkon bermayapti. Iskandarovning ustun tomoni ikkinchi qavat emas, ammo ortda tayyor turibdi. Jamshid Iskandarov, Jokichning zarbasi. Muxlislar gol so'rashyapti Neftchidan. Neftchi muxlislari gol so'rashyapti. Bunyodkor muxlislari esa aksincha. Zarbami bu? Darvozabon to'pni urib yubordi. G'iyosov
Xurshid G'iyosov ichkariga pas, yana Federico Botti. Ortiga to'p qoldirildi. Uzoqdan zarba ko'ramiz. Zarba xavfli, darvozabon to'pni qo'ldan chiqarib yubordi Federico Botti. Keyingi zarba darvozaga. Yaxshi imkoniyatga ega bo'lgandi. Mana takroran vaziyatni kuzatamiz. Uzoq masofadan yo'llangandi zarba to'pni qo'ldan chiqarib yubordi dastlab. Botti. Yegor Krimets. Ikkinchi taymda. Ichkariga uzatma, xavfli vaziyat, zarba. Sayfiyev. Farruh Sayfiyev. Jokic. Ibrohim Halil Yo'ldoshdan zo'r zarba. Keyingi hujum va himoyachilar sovg'a qilishiga bir baqiya qoldi hozir. Jamoa sardori mana vakkaliga oldinga o'tmoqda, ammo Neftchi qarshi hujumga chiqib ketishi mumkin. Jorani Francisco Ferreiradan zo'r uzatma. Xurshid G'iyosov, xavfli vaziyat, G'iyosov zarba, darvozabon qaytardi. Botti qutqarmoqda muqarrar goldan jamoasini va Bunyodkor vakillari so'nggi 30 soniyalikni ham hujumda o'tkazmoqchi. Oxirgi soniyalar yonadi chog'i. Shahboz Umarov o'tmadi uning uzatmasi. Dmitriy Pletnyov variantlar izlayapti Bunyodkor futbolchilari. Balki o'yindagi eng so'nggi hujumni ko'rarmiz. Yana Pletnyovga to'p yetkazildi. Mezbonlar hujumda bo'ldi. Mana shu pallada menimcha yakunlandi. E'tiroz bildiryapti Bunyodkor futbolchilari hakamga, ammo qo'shib berilgan 4 daqiqa to'liq